Hac Risalesi Abtori Mustafa İslam oğlu Muqaddime Hac bir eğiz söz bilen etqanda intayin kattı ibadettir. Hacning hac bo'lishdiki kattaligi uning hajdan iborat ifodalanishdiki shaklida emas. Balki hajning o'ziga mujassamlangan, ya'ni hajda elib beriladigan alohidliklarida ifodalanadi. Haj haqiqiy mohiyati bilan o'limdan keyingi tirilishning bir ifodalanishidir. Haj Qur'onda bayon qilingani bo'yicha Allah'ның simasidan, Allah'ның alametlerinden şekillengen bir ibadettir. Dalil Bakara suresinin 158. ayeti. Hamma odamga ma'lum bo'lganidek, har bir ifoda qilg'uchi obrazning vakillik qiladigan bir haqiqati bo'ladi. Har bir narsaning o'zida bor bo'lgan haqiqatni bir tarafga qayirib qo'yib, faqat vakillik qilgan obrazg'ala eslib elishi, oldi bilan insonni o'ltirib, ondan uning jasadiga eslib elib, yig'laganga o'xshaydi. Mana bu haj ibodatini kattalashtirgan ruhiy va yushirin kuchni tilga elishimizning maqsadidir. Yaqinqi zamongacha to'yga ot bilan hajga beriladi. Hozir bo'lsa mashinalar bilan beriladi. Arafatga, Muzdalifaga, Minaga to'gi bilan beriladi. Bu yerlarga mashina yoki to'gi bilan ketayotgan insonlar bilan minib olgan qatnash vositasining orasidagi farq faqat ong yoki tushuncha farqidan iboratdir. Haj qilindigani mashina yoki to'gi emas, balki nimishqa. Nima uchun haj qilganligini bilib qilgan inson hoji bo'ladi. Haj jarayonida muborak ziminda yozilgan bu kitobning maqsadi bo'lsa, dal haj jarayonidagi bu ajoyib tuyg'uni o'tirg'i qo'yish va hajning asli ma'nosi bo'yicha ado qilinishi uchun ozroq bo'lsa-mu tuhfa qo'shish maqsadida yozilgandir. Bu oddiy abzaslar yozilgan batlar ichida ketayotganimizda yuraki badanidan burun harakatlanib, haqiqiy oshiqlik, hurlik va xotirjamlik yurtiga, ya'ni nurning markazi nuqtasiga qarab qanotlarini ochgan ruhlar. Alloh bilan bo'lgan ahdingiz uchun hozirdan boshlab muborak bo'lsin. 1998 yılı 4. ayının 10. günü Mekke Mükerreme. 1. Düşünce ve ibadet. İnsaniyetinin insanlıkını ve tabiatının tabiatlikini buzuvatkan medeni telvilikке qarta imanını merkez kılgan yeni bir hayatının berpa kılınışı zörürdür. Bu zörüriyet yalğızla Muhammed aleyhisselamның ümmetinin qutuluşu üçün emas. Belki insaniyetinin ve hatta tabiatının şundaqla ekologiyilik sisteminin salametliki üçün zörürdür. Haqiqiy insan qiyafetideki bir hayatның berpa qılınışı üçün yeni bir cemaatning berpa qılınışı şartdır. Berpa qılındıgan bu cemaatning vazifasi yer yüzüde tevhid ve adaletni başqadan berpa qilishdan iborat bo'lishi kerak. Bu talab bo'yicha bo'lganda bu cemaatning eng ulug'vor sifati o'zidan boshqa cemaatlarga onu o'rnida onu bo'laligidek layoqatli bo'lishi zarurdir. Buning uchun Qur'on bu cemaatni ümmet ismi bilen tilga olgandir. Ümmet deganlik söz ma'nosi bo'yicha bo'lganda ona jamoat deganlikdir. İnsaniyet uchun oniga o'xshash bo'laolgan, ularni rahim va shafqat bilan bag'riga besib, baxt saodat yo'liga boshlaydigan, xuddi baxt tarqatquchi buloqdek insonlarning
qalblarga huzur ata qiladigan, ularga hurlikning va adolatning haqiqiy yo'lini ko'rsatadigan bir jamoat deganlikdir. Bandiga qul bo'lishdan voz kechtirib, haqiqiy Rabbiga, egisiga qul bo'lishga chaqiradigan, insoniyatning o'zgarmas qimmatlarining yana bir ismi bo'lgan islom bilan maxluqotning hurmat bilan yezilgan tizimlikidagi tunji radga yezilgan insonni uchrashtirgan bir jamoat. Yangi bir jamoatning barliqqa kelishi uchun yangi bir insonning barliqqa kelishi zarurdir. Yangidan barliqqa kelgan inson Allohga, o'ziga, jamiyatga va barliq mavjudotga qarta mas'uliyatini his qilib yetgan. O'zi bilan ruhiy dunyosi orasida hech qanday qarama-qarshilik bo'lmasdan moslasha olgan. Texmi aniqroq qilib aytganda, o'zini va Rabbini, egisini, xo'jayinini obdan tonigan bir insondir. Yakkili odam bo'lishdan eshib, haqiqiy inson bo'lish sharpiga erishgan, o'zining baxt saodatni bir a'zosi bo'lgan insoniyat oilasining saodatida ko'rgan. O'zi bilan o'zi yotlashmagan. Buning bilan haqiqatga qarta yatsirash tuyg'usida bo'lmagan, o'zining haqiqiy abdi bashirsini o'zining vijdon aynikida ko'rishdan qochmag'idek darajada amaliyatchan bo'lgan insondir. Bu inson bo'lsa, bilish bilanla cheklanib qolmay, hatto haqiqiy mohiyati bilan tonishish martabasiga ko'tarilgan, his qilish bilanla to'xtab qolmay, tuyg'usini farqlantira olgan, qarash bilanla cheklanib qolmay, haqiqiy mohiyatini ko'rgan, anglash bilanla cheklanib qolmay, uning mohiyatini bilib yetgan, oddiy aqida bilanla qolmay, aqidasini hayotida amaliylashtirgan, sherikdan yiroq turish bilanla qolmasdan İbrahim alayhissalomdek butlarni cheqib tashlay olgan, tavba qilish bilanla qolmay, Odam alayhissalomdek o'zining jannatini izlagan, shaytonga agashmayli qolmasdan shaytonga tosh ota olgan, jismini pido qilib qolmay, İsmoil alayhissalomdek o'zining nafsini qurbon qila olgan insondir. Hurlik va bexatarlikni iymon bilan qo'g'digan inson, kimlik va shaxsiyatini badal to'lash orqali topgan, izzat va obro'yini hargizmi voz kechishga bo'lmaydigan qimmatlik narsalar qatorida deb bilgan, har ishda tajribasizlikdan bara-bara tajribaga erishib, pishib yetilgan bir insondir. Yangi bir insonning maydonga kelishi, yangi bir tushunchaning maydonga kelishi orqali mumkin bo'ladi. Tushuncha deganimiz ko'nrab qolmaydigan ma'nosi bilan aytganda his tuyg'udir. Bu shundoq bir tuyg'uki, yangi zamondagi bir kishining ostin ustun bo'lib ketgan qimmat qarshini qaytadan asli joyiga elib keladi. Bu shundoq tuyg'uki, o'zining kim ekanligini tonib yetgan ham boshqalar tarafidan tonilishga vosita bo'lgan tuyg'u. Egisini hayvon bo'lishdan odam bo'lishga boshlaydigan bir tuyg'u. O'ylab boqayli. To'yga Makkaga keladi. To'yga mingan insonmi uning ustida Makkaga yetib keladi. To'ygi bilan Arafotga, Minoga, Mash'aril Haromga, Navoda o'zirsi bo'lsa, hatto Ka'bani tavob qilishga va sa'i qilishga borsa bo'ladi. Siz to'ygining o'rniga mashinada o'ltirishni tanlasangiz bo'ladi. Buning hech qanday farqi yo'q. Biroq ya to'yga ya mashina hoji bo'la olmaydi. Ammo inson hoji bo'ladi. Bu ikkisining orasidagi farq bo'lsa, his tuyg'u masalasidir. To'yga o'zining bu yerlarga nima uchun kelganligini bilmaydi. Biroq inson biladi. Shuning uchun tushunish bir ishni ibodatga aylantirgan birdan bir alomatdir. Yangi bir tushunchaning vujudga kelishi nima uchun bunchalik muhim?
Chunki har biri shaxsiy va yoki jamiyatda bo'lgan kasalliklarimizga malham, mushkulchiliklarimizga chora bo'lgan ibodatlarning qaytadan qo'lga kelishi faqat va faqat yangi bir tushuncha bilan mumkindir. İbadetlerinin qaytadan qo'lga keltirilishi haqida to'xtaldim. Haqiqatan to'g'ri. Chunki biz ibadetlerini yo'qotib qo'ydik. Payg'ambar alayhissalomning ayni zamonda namozni yo'qotib qo'ydi deb mo'jizaviy xabar berganidek namozni yo'qotib qo'ydik. Ro'zini yo'qotib qo'ydik. Zakatni yo'qotib qo'ydik. Hajni yo'qotib qo'ydik. Heyitlarni yo'qotib qo'ydik. Qurbonlikni yo'qotib qo'ydik. Payg'ambar alayhissalomning tili bilan aytganda bizga faqat horg'inligimiz va ochliqimizni qilib qoldi. Aslida ibodatlar mayli jamiyatning bo'lsin, mayli shaxsning bo'lsin, birmuncha kasalliklarga darmon bo'ladi. Masalan, Qur'onda namozning birmuncha insonni nurg'unlagan yomonliklardan, haddidan eshishlardan to'sib qolalaydiganligini bayon qilgan. 29-sura 45-oyat. Roza insonning Allohga qarta mas'uliyat tuyg'usini paydo qiladiganligi bayon qilingan. 2-sura 183-oyat. Zakat insonni va jamiyatni yomonliklardan pokizlaydiganligini bayon qilgan. Hajning bo'lsa insonga chidamliq bo'lishni, Alloh uchun beqaror turishni, chidam g'ayratda haqiqiy jur'atlik bo'lishni o'rgatadiganligini bayon qilgan. 5-sura 97-oyat. Bularning hammasi jinoyat, gunoh, tingirqash, o'rinliq, nodonlik, baxtsizlik, bo'yintavlik, ümidsizlik va buningdan boshqa birmuncha illatlarning dorisi edi. Bizda yo'q bo'lib ketayotgan har bir ibodat bizni baxtdan yiroqlashtirib, baloyi qazoga yaqinlashtirmoqda. Ruhini va his tuyg'usini yo'qotib qo'ygan ibodatlarimiz o'zining qurbonligini mo'rsida ko'tarib yurgan qobildek mo'rimizni ko'tarib, bu ibodatlarga bir oz bo'lsa-mu burunroq yerlikka qo'yib yetishimiz kerak bo'lgan o'likning muomalasini qilib kelyapmiz. Aslida bo'lsa, har bir ibodat bizni mangulik baxtga elib boradigan duldul bo'lishi kerak edi. Shundoq emasmi? Biz bu duldullar bilan uchishimiz mumkin edi-ku. Biz ruhini yuturib qo'ygan ibodatlar bizni jannatga emas, balki bizning parvosizliklarimiz bilan hosil bo'lgan bo'shliqdagi anglarga tashlamoqda. Siz har bir ibodatni Allohga avatilgan bir xatga o'xshatsangiz bo'ladi. Ruhsiz va his tuyg'usiz ibodatlarimiz ichi quruq bo'lgan xatga aylanib qoldi. O'ttirda bir konvert bor. Bu konvert hatta nihoyatda chiroyli, zinnatlik bir konvert. Lekin ichi quruq bir konvert. Aslida konvertning qimmati ichidagi xatti edi. Ichida xat bo'lmagan konvert, quruq konvert bo'lib qolmay, konvert avatkuchiga qilingan bir haqorat ma'nosida keladi. Navada ichi bo'sh avatilgan konvertning bir ma'nosi bor degandimi? Bu bir hech ma'nosi bo'lmagan, avatkuchini o'ng'aysiz bir ahvolga tushirib qo'ydigan ma'nodir. Demak, ichida hech qanday his tuyg'u bo'lmagan bir ibodatmi? Ichi bo'sh konvertga o'xshaydi. Natija shuki, bermoqchi bo'lgan uchur berilmadi. İbadetten kütülgen natija qo'lga keltirilmedi. Bularning natijasida ibadetlerini yuturib qo'ygan bo'ldik. Namozni qaytadan qaytirib kelayli. Ro'zini, zakatni qaytadan qaytirib kelayli.
bo'libmi hajni qaytadan qaytirib kelayli. Ularni purash, ta'mini tetish, anglash, kiyish va yashash lozim. Mana shu chaqda payg'ambar alayhissalomning dunyolikdan menga 3 narsa yaxshi ko'rsatildi. Birinchisi ko'zimning nur bo'lgan namoz degan so'zining ma'nosining qadriga yetalaymiz. Xo'sh, undaq bo'lsa, qiblaning engi bo'lmasdan namozning engi qandoqmi mumkin bo'lsin? Albatta bu mumkin emas. Qibladan iborat, ya'ni coğrafiyalik uqumni eng chiroyli shaklda yanada haj o'tirg'a qo'ydi. Hajning ibodatlar orasidagi o'rnini payg'ambarlar ichidagi Muhammad alayhissalomning o'rniga, Arsh-i A'lodan yo'llangan uchurlar ichidan Qur'onga o'xshata olamiz. Chunki payg'ambar alayhissalomning kishiligi bütün payg'ambarlarning eng go'zal alohidliklarini o'zida jam qilgan bir kishilikdir. Qur'on bo'lsa, barliq vahiylarning mazmunini o'zida aks ettirgan bir xitobdir. Haj bo'lsa, bütün ibodatlarning mazmunini o'z vujudida birlashtirgan alohida simvollik xarakterdagi ibodatdir. Haj xuddi namozga o'xshash. Muayyan bir vaqt ichida va muayyan bir yerda qilinadigan qoidalari bilan vaqt tuyg'usi va makon tuyg'usi his qildiradi. Haj xuddi namoz va ro'zaga o'xshash badaniy va zakotdek iqtisodiy ham juma va jihoddek ijtimoiy va siyosiy bir ibodatdir. Haj bo'lsa, mushundaq 3 ibodatning mohiyatini alohida gavdalik bir holatda o'zida mujassamlagan birdan-bir ibodatdir. Bu sababdan bo'lsa kerak, haj haqida payg'ambar alayhissalom boshqa ibodat uchun berilmagan xush bishoratlarni alohida ta'kidlab bayon qilgan. Ammo bu xush bishoratlarni aniq qilib tövendeki shartlar bilan birlashtirgan. Ya'ni hajning qabul bo'lishini, inson hayoti uchun bir suyunchi bo'lishini, Allah dargohida qabul bo'lingan hajning savobi cho'qim jannatdir deyish orqali ifodalagan. Ko'rinib turibdiki, hajning qabul bo'lg'ini va bo'lmag'ini bardir. Qabul bo'lmagan haj bo'lsa, jafo mushaqqatlik bir sayohat safaridan boshqa narsa emas. Qabul qilingan haj bo'lsa, boshqa barliq ibodatlarni tirildirgan jonlantiruvchidir. Har bir kishiga shundoq deyalaymanki, hajni haqiqiy o'ringa olgan bir inson namozini, ro'zasini, zakotini, jihodini, din yo'lidagi davosini, parasitini, fitratini, shundoqla kishilikini tirildiradi. Bu ong bilan qilingan haj bo'lsa, odatda yig'ib aytganda qoidadan tirilishdan iboratdir. Ibodatlarning hammasini tirildirishning va qoidadan erishishning eng qisqa birdan-bir yo'li bo'lsa, hajni tirildirishdan boshlanadi. Hajni tirildirgan biraylan o'zining kishiligini tirildirgan bo'ladi. Hajni tirildirgan bir ummat bo'lsa, yo'qitib qo'ygan g'urur va shaxsiyatiga qayta qaytquchidir. Haj yer shari xarakterlik qaytadigan ahyo bo'lganlikning simvolidir. Haj qilg'uchi Allah bilan bo'lgan ahdisini yengilg'uchi inson demakdir. Makka bo'lsa, o'zini İbrahim alayhissalomning diniga tava deb qargan har bir kishining o'rtaq markazidir. O'zini İbrahim alayhissalomga tava deb qargan har bir inson uning aqida negiziga tavadir. İbrahim alayhissalom bilan İsmoil alayhissalomning duosi milodi 7-asrdagi jaholat davrida
ijobat bo'lganidek haj qayta tirilgan vaqtda 21-asrning jaholat davri uchunmi o'xshashli lozimdir. İbrahim aleyhisselam bilan İsmail aleyhisselam birlikte Kabe'nin ulunu egiziltiyotganda mundaq deydi. Ey Parvardigarimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan davoyimizni anglab turg'uchi, ko'ngildagilarni bilib turg'uchisan. Ey Parvardigarimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman banda chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Bizga hajjimizning qoidalarini o'rgatgin. Tavbalarimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbani bek qabul qilg'uchidirsan. Nihoyatda mehribonsan. Sura Baqara 127 128 oyatlar.